Ushbu loyiha Asaka Bank hamkorligida Namangan viloyati Pop tumani Nayman MFE 456-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qovun ekilgan. Ko'rib turganingizdek, maydon hajmi 10 gektarni tashkil etadi. Uzunligi 500 metr, bo'yiga 200 metr. Va bu joylar, bu yer maydoni chegarasi ko'rsatib o'tilgan. To'rt tomonlama chegarasi mavjud, ko'rishingiz mumkin. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar tayyor bo'lish holatida. Ekinlarni yetishtirish 10-15 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 25 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 40 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Tohirjonova Gulzora fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 28,5 tonna, jami 360 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.